Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda son va sana bilan bog'liq funksiyalarni o'rganamiz. Son bo'yicha 2 dona funksiya o'rganamiz va darsimiz asosiy qismida sana va soatga bog'liq funksiyalarni o'rganamiz. Darsimizni boshlashdan oldin bir og'iz aytib qo'ymoqchi edim. Ya'ni bu narsa yangilik, men uchun ham, sizlar uchun ham yangitdan o'rganyapmiz. Nimadir narsa esimizdan chiqib ketishi mumkin yoki o'rganayotgan narsamiz hayotda qayerda kerak bo'lishini anglamasligimiz mumkin. Nimadir sintaksislar borki, oldingi o'tgan mavzularimiz esimizdan chiqishi mumkin. Bu hech qanday qo'rqinchli holat emas. Chunki aytaylik 10 ta mavzu bo'lsa SQLda hayotimizda 4 tasi kerak bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik o'sha narsa takrorlanadi. Bizni ong ostimizga joylashadi. Masalan, sanada mana shunday funksiyalar bor degan narsa tushuncha bo'lsa, ertaga amaliyotda yana ham mustahkamlaymiz. Nimadir esingizdan chiqsa, nimadir kerakligini anglolmayotgan bo'lsangiz, hech qanday xavotirli joyi yo'q. Uni keyin tajriba orqali anglaymiz. Chunki istalgan sohada ham hamma narsasi kerak bo'lmaydi. 15 ta mavzu desak SQLda sizga 15 tasi kerak bo'lmaydi. 5 ta, 6 ta kerak bo'ladi. O'sha 5 ta, 6 ta bizni amaliyotda hal bo'ladi. O'shaning uchun nimadir esingizdan chiqsa, nimadir tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, hech xavotir olmang. Uni xudo xolasa birgalikda amaliyotda yaxshilab o'rganamiz. Menda ham shunday holat bo'lyapti. Esimdan chiqib qolyapti sintakslari, lekin zarur yo'q. Uni keyin amaliyot orqali yaxshilab o'zlashtiramiz. Demak, mavzumizga qaytamiz. Bugun son funksiyalar. Son funksiyalar o'z nomidan ma'lumki, son bilan bog'liq turli xildagi amaliyotlarni bajarish uchun ishlatiladi. Biz ko'radiganimiz ikkitagina funksiya ko'ramiz. Round bilan abc degan funksiyalarni ko'ramiz. Round yaxlitlash, abc esa faqat musbat qaytaradi. Bu qachon kerak bo'ladi deydigan bo'lsak, yaxlitlashda har xil narx-navolarni yaxlitlashimiz mumkin. Masalan, bizning natijamiz mana bunday chiqadigan bo'lsa, uni round funksiyasi orqali yaxlitlab berishimiz mumkin. Qarzdorlikka aytadigan bo'lsak, o'zi qarzdorlik biz agar hisoblasak, berilgan olinganni ayirmasi minus bo'ladi, lekin keyinchalik hisob-kitobda adashmasligimiz uchun, ya'ni qarzdorlik degan ustunga minus 500 yozganingizdan ko'ra 500 yozib, hisob-kitobda umumiy bir qandaydir musbat son chiqarganingiz yaxshi. Chunki qarzdorlik o'z nomi bilan minus qiymat bo'ladi. Shu uchun sal tushunarsiz bo'lishi mumkin. Demak, mana shu ikkita funksiyani amaliyotda ko'ramiz. Buning uchun bizda mana bu salesdb degan baza bo'lishi kerak. Bu narsa sizda yo'q. Hozir buni qanday yuklash ko'rsatib beraman. Uning uchun avvalo biz mana shu faylimizni Telegramda tashlab qo'yaman. Bizning mana bu faylimiz bor. salesdb-ni shunchaki nusxalaymiz. Mana bu yerdan kopировать qilamizda C diskga kiramiz. Mana bu kompyuterda C diskga kirib, program faylga kirasiz. Microsoft SQL Server bor va mana bu sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Bu o'sha dasturga kirayotganda servering tanla degan narsa sizda boshqacha bo'lishi mumkin. O'shani tanlaysiz, bunga tanlab backupga kirasizda mana shu joyga boyagi faylni вставить qilasiz. Keyin dasturga qaytamiz, database tanlaymiz, mishkan o'ng tomon bosib restore database qilamiz. Bu yerdan device tanlab 3 ta nuqtaga bosamiz. Add qilsak, boyagi narsamiz ko'rinadi, chunki bizga avtomatik ravishda boyagi papkani berdi. Shuni tanlaysiz, OK bosasiz. Hozir menda ashibga berish mumkin, chunki bu narsa menda bor. Yo'q, menda ham ashibga bermadi. O'sha narsani to'liq yuklab oladi. Bu nima deydigan bo'lsak, mana shu biz oldin tablitsalar yaratdik, databaselar yaratdik-ku, mana shu ichida tayyor 5-6 ta jadvallarni birlashtirib bitta backup fayl qilib qo'yilgan. O'sha datavizbar degan ustozimiz qilgan o'sha narsani ishlatib ko'ramiz. Menda xato dedi, lekin bu narsa sizda o'xshaydi, chunki menda bu narsa yuklagandim. O'shaning uchun men hozir salesdb desam, mana bu yerda salesdb ga o'zgardi. Demak, agar buni yuklashda xatoliklar, qandaydir muammo bo'lsa, izohda yozing, birgalikda ko'rib chiqamiz. Darsga qaytamiz. Son funksiyalar. Birinchisi round. Bu yerda shunchaki ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana buni shunchaki execute qilsak, ya'ni amaliyotga tatbiq qilsak, mana shunday son chiqadi. Endi buni yaxlitlashlar bor. Bizda sintaks shundayki, nimani yaxlitlamoqchisiz, nechta songacha yaxlitlamoqchisiz, o'shani kiritish kerak. Hozir biz buni mana shu 4 talasi misolda ko'rib chiqamiz. Mana, qarang, bizda real qiymatimiz 3,516 bo'lsa, ikkitalikgacha yaxlitlayman desangiz, mana ikkinchi o'ringacha yaxlitlab beradi. Ya'ni mana 20 qilib berdi, 6 dan bu yoqqa bitta olib berdi. Bittalikgacha yaxlitlayman desangiz, mana bu yergacha yaxlitlab beradi. Ya'ni nuqtadan keyingini hisoblaydi. Agar 0 deydigan bo'lsangiz, nuqtani hisobga olmaydi, mana bu yoqqa urg'u beradi. Shu orqali mana uni yaxlitlab berdi. Yaxlitlashni shu holatda ishlatishimiz mumkin. Bu oddiygina bir funksiya. Keyingi ko'radiganimiz
ABS bu ya'ni manfiy qiymatni musbat qilib beradi. Keyin buni ham funksiyani ishga tushirib ko'ramiz. Demak, bizda mana bu o'zi -10 edi, -10ligicha berdi. Keyingisida ABS qilib -10 qildik, musbat qilib berdi. Musbatga ABS qilsak, hech narsa o'zgarmaydi. Lekin bu narsa kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda agar mabodo qiymatimiz manfiy bo'lib qoladigan bo'lsa ham berib qo'ysak, manfiylar musbat qilib beradi, musbatlarga teginmasdan o'tib ketadi. Demak, son funksiyalarimiz shu. Bizni darsimiz birinchi qismi yengilgina o'tib oldik. Endi asosiy urg'uni sana bilan bog'liq funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Sana bilan bog'liq funksiyalar SQL da juda ham ko'p kerak bo'ladi, chunki bizdan kimdir hisobot so'rasa, ko'pincha qaysidir muddat oralig'ida so'raydi. Aytaylik, savdo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'rashi mumkin. May oyida qanday savdo bo'ldi desa, siz albatta sanaga bog'liq turli xildagi amaliyotlarni bajarasiz. Buning uchun sizga sana va vaqtga bog'liq bo'lgan funksiyalar kerak bo'ladi. Hozir shularni ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda ham aytilgan buyurtma sanasi, tug'ilgan sana, yetkazib berish, shunga oid ko'p joylarda kerak bo'ladi. O'zi sana va vaqt tushunchasini bilib olaylik. Endi hammamiz ingliz tilini bilamizmi yo'qmi bilib olsak, demak bizda sana mana bunday formatda bo'lishi mumkin. 2025-08-20. Bu inglizchada SQLda ham year, yilimiz year deyiladi, oy month deyiladi, kunimiz day deyiladi. Vaqt ham xuddi shunday 18:55:45 bo'lsa, mana hours soat, minutes minutlar, sekund sekundlar bo'ladi. SQLda esa mana shu data time 2 degan format ishlatilinadi. Bu to'liqligicha mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi biz tanishadigan funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Biz 4 ta guruhdagi funksiyalar bilan tanishamiz. Dars davomida yaxshilab e'tibor berib, o'qib tushunishga harakat qiling, chunki bu kerakli mavzu. Demak, birinchi bo'limda qismni ajratish, ya'ni sanani bir qismlarini ajratib berish holatlarini ko'rsak, ikkinchisida formatlash, o'zgartirish, uchinchisida hisoblash, ya'ni kunga son qo'shish, kundan kunni ayirish va oxirgisida tekshirish funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'radiganimiz qismni ajratish funksiyalari. Bularga day, month, year, date part, date name, date trunk, year, month deganlari kiradi. Day sanadan kunni ajratib beradi. Masalan, mana sana bo'lsa, uni kunini ajratib beryapti. Oyni ajratib beradi, month, mana 08 dan 8 ajratib beradi. Yilni ajratib beradigan bo'lsa, mana shu funksiyamizdan 25 ajratib berdi. Endi istalgan qismni ajratib beradigan desak, aytaylik, biz nimadir get day degan funksiya bor, ya'ni bugungi sanani olib ber desak, o'shandan soatni olib beradi. Nomini ajratib ber deydigan bo'lsak, mana shu qismni nomini ajratib bersak, get day'da avgust olib beradi. Ya'ni avgust oyida video yozilgan bo'lsa, month chiqarib beriladi. Kichikroq qismgacha yaxlitlab ber deydigan bo'lsak, mana minutgacha yaxlitla desak, mana minutlarni yaxlitlab, sekundlarni tashlab yuboradi. Va oyni oxiriga kunini topadigan funksiyamiz bor. Mana shu hisoblab beradi. Endi buni amaliyotda albatta ko'ramiz, chunki biz amaliyot orqali yaxshiroq o'rganamiz. Demak, biz boya sales db bazani yuklab oldik. Uning ichida mana shu sales orders degan tablitsa bor. Buni keling ko'ramiz qanday holatdaligini. Demak, bizda orders ID, order date, ship date, creation time'lari bor. Order ID bo'yicha buyurtmamiz ID'si, order date o'sha buyurtma berilgan sana, ship date yetkazib berilgan sanasi, creation time esa mana shu buyurtma hosil qilingan vaqt va sales ordersdan olib beryapti. Endi biz esinglarda bo'lsa, kursimizni boshroqda default degan funksiya borligini aytdik, constraints degan mavzu bor edi. O'shanda default degan narsa bor edi. Chuqur kirmagandik, uni amaliyotda yana ham chuqurroq kiramiz. O'shanda mana bu creation time ga o'xshash funksiyalar ishlatishimiz kerak. Aytaylik, mana shu narsani kimdir qo'lda yozgan deb o'ylaysizmi? Kimdir qo'lda bazaga kiritgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Buni shunchaki qaysidir joyga bog'lab qo'ygan. Masalan, order ID generatsiya bo'lganda tablitsaga creation time'ni by default qilib qo'ygan. Default joyiga get date degan funksiyani yozib qo'ygan bo'ladi. Uni keyinroq yana ham ko'ramiz. Nimaga kerakligini tushuntirmoqchiman. O'shanda tizim avtomatik ravishda tablitsaga ma'lumot kiritayotgan odam order ID, order date, ship date kiritgan. Mana bu creation time kiritmagani uchun avtomatik o'sha vaqtdagi sonni olib bergan, ya'ni sana sonini olib bergan. Mana shu holatda shu holatga kelgan. Endi biz ko'rib o'tadiganimiz, demak, avvalo bilib olaylik, sana va vaqtni olish manbalari. Bu ko'rib o'tganimizdek mana bu 3 ta holatda bo'ladi. Keling buni ishga tushiramiz va e'tibor bering. Birinchisi,
Jadvalda mavjud sana va vaqtlarni olish. Bu mana shu creation time'ni olyapmiz birinchi holat uchun. Ikkinchisida o'zimiz bergan sana va vaqt. Sana, mana statik sana deb beryapmiz. Mana 26-yil 06:17 deb beryapmiz. Mana shu statik sana ikkinchi holatga to'g'ri keladi. Uchinchisi get date orqali olingan sana va vaqt. Mana bu uchinchi holatni ko'ryapsiz, ya'ni bugun mana shu vaqt, sonlari ham, vaqt ham shunga to'g'ri kelyapti, soatlari ham. Endi bu nimaga kerak deydigan bo'lsak, bizda shunday holat bo'lishi mumkinki, qaysidir sanadan boshlab qaysidir sanani ayirish kerak bo'lsa, mana bunday statik sana ishlatishimiz mumkin. Yoki kimnidir yoshini hisoblashda get date ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kundan u tug'ilgan kunini ayiradigan bo'lsak, yoshi kelib chiqadi. Shu orqali biz sanalarni 3 ta manbadan olishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz boya nazariy ko'rib chiqqan bo'limga o'tamiz, ya'ni mana bu qismlarga ajratish. Mana bu qismlarga ajratish deb boya ko'rib chiqdik. Day, month, yearlarni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Buning uchun umuman bitta ko'rsak yetadi, qiyin emas buni. Sintaksi shunchaki mana qildik. Order id creation time oldik. Creation time mana hech qancha o'zgartirmaganmiz. Endi year deyapmiz-da, uni ichiga creation time qilyapmiz. Mana shu creation time'ni yilni olib beryapti. Month deyapmiz-da, creation time qilyapmiz, oylarni olib beryapti. Day qilib creation time qilyapmiz, kunlarni olib beryapti. Bu yerda hech qanday qiyin joyi yo'q. Shunchaki o'sha funksiyani yozib, ichiga qayerdan manbani olib berishini yozasiz, bo'ldi. Agar xohlasangiz, buni qo'lda ham yozsangiz bo'ladi. Aytaylik, select year deymizda 2026/05/22 desak, bizga yilni qaytarishi kerak. Mana 26-yil deb yilni ajratib beryapti. Bu SQL mana shu format tanigani uchun qilib beryapti. Agar biz boshqacha formatda qilib bersak, u tanimaydi. Buni keyinchalik ham yana ham amaliyotda ko'ramiz. Katta ehtimol bilan bizga tayyor sanalar beriladi. Qaysidir sanalari to'g'ri kelmaganini mana bu keyingi ko'radigan funksiyalarimiz orqali o'z holatiga keltirib olsak bo'ladi. Endi ko'radiganimiz date part degan funksiya bor. Hozir biz mana 3 tani ko'rdik. Month, day, yearni ko'rdik. Date partni ko'ramiz. Bu ham tepadagi bilan bir xil. Hozir mana men sizga ko'rsatib beraman. Mana buni o'zgartirmadik. Mana. E'tibor bering, bizda bir xil creation time, year, month, day bilan mana bular bir xil. Year, month, day qilyapti, bo'ldi. Bu tepadagi bilan bir xil. Lekin date partni yana ham bir qulayroq joylari bor. Bu hour, soatni ham olib beryapti. Keyingi ko'radiganimiz bu ko'proq kerak bo'ladigan narsa chorak degan tushuncha bor. Masalan, bizda creation time'da choraklarni aniqlab berdi. Mana shu narsa boyagi year, month'da yo'q. Date partni bizga kerakli joyi mana shu quarter'da ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari hozir yana bitta narsani ko'rib chiqamiz. Quarter degani choragimiz nima? Yilni 1-3 oylari birinchi chorak bo'ladi. Ya'ni yil 12 oy bo'lsa, uni har bittasini 3 ga bo'lib, 4 ga bo'lib tashlaymiz. Har 3 oyimiz 1-2-3-4-chorak bo'ladi. Hozir bizda mana bu hamma narsamiz 1-oy, 2-oy, 3-oy bo'lgani uchun bu 1-chorakka to'g'ri keldi. Bizda qanaydir talab bo'lib qolsa yoki topshiriqda chorak bo'yicha deydigan bo'lsa, date partni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan u year, month, daydan farqlanib turadi. Keyin ko'radiganimiz mana bu hafta kunlari bor. Bu ham mana shu date partni qulay jihati. Ya'ni mana e'tibor bering, creation time'da hafta, qaysi haftaga to'g'ri kelgani, hafta kuni, mana bu birinchi qaysi hafta kuniga to'g'ri kelganini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun oddiygina kalendarni ochsak ham bo'ladi. Biz 25-yilni ochamiz va yanvar haqida gap ketyapti. Demak, 01/01 yilning birinchi haftasi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana birinchi hafta, yilning birinchi haftasi. Haftaning nechinchi kuni? 01. 3-kuni, dushanba, seshanba, chorshanba, 3-kuni bo'lgani uchun ajratib beryapti. 5ni ko'radigan bo'lsangiz 7-kuni. Boshqa mana 16-fevralni ko'radigan bo'lsangiz, 16-fevralimiz mana 7-kuni bo'ladi. 7-hafta, 7-kun. Mana shunday holatlar ham bizda uchrab turishi mumkin. Mana shunday paytlarda bizga date partni week, weekday, quarter degan argumentlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz date name degan funksiyamiz bor. Bu ham mana bu yerda bor edi. Qismni nomini qaytaradi. Ya'ni mana tepada ko'rdik. Biz so'rasak, bizga faqat yilni, oyni ko'rsatib berdi-yu.
Masalan, birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy. Lekin bizga avgust, sentyabr, dushanba, seshanba deydigan bo'lsak, bizga mana date name kerak bo'ladi. Uni qanday ishlatsak bo'ladi? Date name shunday ko'ramiz. So'rayotgan ustunlarimiz order ID, creation time so'rayapmiz, date name qilib ichiga yozyapmiz. Nima kerak bizga? Month kerak deyapmiz, oyni nomini chiqarib beradi. Date name weekday qilyapmiz, hafta kunini chiqarib beradi. Menda bu yer rus tilida beryapti, sizda ingliz tilida berishi mumkin. Weekday. Mana shu orqali ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni nomini chiqarib ber desa, hali uy ishilarida ham bor. Mana shularni ishlatasiz. Date name, month, date name, weekday degan funksiyalar bo'ladi. Buni SQL faylini ham hali video ostiga havolada tashlab ketamiz. Bemalol o'zingiz ko'rib, yana ham ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz date trunk degan funksiya bor edi. Bu o'sha sekundlarni yoki minutlarni nol qilib berish imkoniyati bor edi. Hozir bizda e'tibor bering, sanamizda 12, 34, 56 bor. Bu date trunk nimaga kerak bo'ladi bizga? Ertaga biror bir ish qilayotganimizda agar sana bo'yicha filtr qo'yadigan bo'lsak, aytaylik, bizda mana bu bir xil sanada vaqtlar har xil bo'lsa, uni SQL har xil hisoblaydi. O'shaning uchun faqat sanalari bir xil bo'lsin yoki qaysidir soatlar bir xil bo'lsin desak, o'zimizga kerak emas bo'lgan jihatini mana shu orqali olib tashlashimiz mumkin. Masalan, hozir bitta sinab ko'ramiz. Bu funksiyani ham mana e'tibor bering. Bizda real holatda bor bazamizda 12:34:56 sekundigacha bor edi. Biz minut beryapmiz. Date trunk minut deyapmiz. Ya'ni minutdan keyingilarni o'chirib tasha deyapmiz. Mana bu yerda hammasi o'chirib tashaldi. 12:34 qolganlari 0:00 bo'ldi. Bu ham bazani birlashtirish, bir xil qilishga olib keladi. Bu ham keyinchalik amaliyotda kerak bo'lishi mumkin. Keyin ko'radigan oxirgi funksiyamiz mana shu ajratib olish kategoriyasidagi month deyiladi. Buni ham bir amaliyotda qilib ko'ramiz. Bu mana shu chisloda, ya'ni shu sanadagi oyning oxirgi kunini ko'rsatadi. Aytaylik, fevral oyida 28da tugaydi. Mana bu fevral oyida ham 28, mart oyimiz 31da tugaydi deyapti. Bu o'sha aytaylik loyiha bo'yicha plan bergansiz. Plan uchun vaqt hisoblashingizda oyning oxirgi kunini hisoblashingiz mumkin. Masalan, siz har bir oyga 31 kun desangiz noto'g'ri bo'ladi. Mana bu funksiyani ishlatib, o'zaro bir-birini ayirsangiz adolatliroq bo'ladi. Shunaqa keyslar ham bo'lishi mumkin. Uni keyinchalik baribir amaliyotda ko'rganda ishlatamiz. O'rganib qo'yish zarar qilmaydi. Keyingi ko'radigan funksiya kategoriyamiz bor. Bu formatlash. Formatlash deganda o'sha format bo'yicha ham hozir tushunchaga ega bo'lamiz. Formatlash bir formatdan boshqa formatga o'tkazish bor. Keyin ma'lumot turini o'zgartirish, uni ikkita funksiyasi bor. Ularni ham ko'rib o'tamiz. Buning uchun format nimaligini bilib olaylik. Format boya ko'rib o'tganimizdek yil, oy, kun, soat, minut, sekund degan narsalar bor edi. O'sha narsa formatda mana bunday yoziladi. Ya'ni yillar 4 ta y bilan, oylar mm, dd bilan, soatlar xx, mm, ss. Sizda endi katta kichiklik farqlanishi mumkin. Shu joyda e'tiborli bo'lasiz. O'zi xalqaro standarti bor. Ya'ni mana bunday ketadi. Yil bo'ladi, keyin oy, keyin kun bo'ladi. SQL ham shuni ishlatadi. Bu xalqaro standart hisoblanadi. Lekin Amerikada boshqacha standart. Ya'ni kun birinchi oy bo'ladi, keyin kun bo'ladi, keyin yil bo'ladi. Yevropada ham boshqacha standart. Birinchi kun, keyin oy, keyin yil bo'ladi. Bu formatlarda ishlatish nimaga kerak deydigan bo'lsak, masalan, sizda bor ma'lumotlaringiz SQL mana bunday saqlanib qilgan, lekin sizga Amerikadagi nimadir tashkilotga report qilishda formatini o'zgartirish uchun mana shu funksiyalarimiz kerak bo'ladi. Keyingi ko'radigan yo'nalishimiz bu casting, ya'ni format va casting degani bor. Bu mana bu matnni son ko'rinishiga, sanani matn ko'rinishiga, matndan sana ko'rinishiga o'tkazish kabi jihatlarda kerak bo'ladi. Bularni hozir amaliyotda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi formatni ko'ramiz. Buni quyidagi argumentlarni qabul qiladi. Qiymat, ya'ni qaysi ustundan olamiz. Format, qanaqa formatda bo'lsa, mintaqa. Mintaqani ixtiyoriy bermasak ham bo'ladi. Biz bermasdan ishlatamiz. Agar mintaqani tanlamasak, avtomatik o'sha Angliya formatida oladi. Angliya ham AQShmi? AQSh. Demak, funksiyamizni ko'ramiz. Demak, bizga ajratib beryapti. Birinchi holatda creation time'dan mana bundan birinchi formatimizda dd berganimiz uchun 01 ni o'zini ajratib berdi. Uchta d berganimiz uchun mana bu hafta
kunini bosh nomlarini aytdi, ya'ni sreda, четверг ruschada. To'liq mana 4 da berganimiz uchun hafta kunlarining to'liq nomini olib berdi. Bu endi har xil formatlari, har xil kombinatsiyalari bor. Uni har bittasini ko'rib o'tmaymiz. Uni keyinchalik men Telegram kanalimizda havolasini topib sizlarga tashlab qo'yaman. Ya'ni D da ishlatsak nima bo'ladi, 3 da ishlatsak nima bo'ladi, 4 da ishlatsak yoki boshqa. O'shandan ko'rib real hayotda yana ham ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz mana bu formatga o'tkazish. E'tibor bering, mana bu yerda mm berganimizda boshqacha berdi. Mana bunday mm bersak boshqacha javob beradi. Mana bu yerda ham kichkina m berganimiz uchun umuman biz SQL tushunmadi. 3 ta m deymiz, bunga 4 ta m. 1 2 3 4 ta. Endi ko'ramiz. Mana boshqacha bo'ldi. Boyagi m da tushunmadi. Boya siz aytib o'tganimdek, katta kichiklikning ahamiyati bor. Mana menda ham hozir ahamiyatli bo'ldi. Men o'rganish paytimda kichkina m berganimda ma'lumot ishlagandi, hozir boshqacha ma'lumot berdi. Shu uchun katta m ga o'tkazdim. Mana bu yerda yanvarligini, yanvarni u to'liq nomlarini ajratib berdi. Mana bu yerda kunni ajratib bergandi, naryoqda to'liq buni ajratib berdi. Mana buni ham ko'rdik, Amerika formatida dedik. M, day, year qildik, ya'ni format o'zgardi. Bu yerda o'zi yil, oy, kun bo'lgan bo'lsa, bu yerda kun, oy, kun, yil formatiga o'tdi. Ya'ni boya aytganimdek, sizdan Amerika formatidagi reportlar, hisobotlar so'rasa, mana shu formatda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz convert, bir turdan boshqa turga o'tkazish. Bu ham o'sha birinchi data turini tanlaymiz, qiymatni beramiz, bo'ldi. Demak, bizda aytamiz creation time'ni o'zi to'liq holatda mana bunday holatda creation time bo'lib turibdi. Biz uni sana formatiga o'tkazdik. Buning uchun convert dedik, data dedik, creation time dedik. Bunda har yerda vaqtlarni olib tashladi. Faqatgina sanani qoldirdi. Bu juda ham ko'p kerak bo'ladi. Chunki agar son kerak emas, menga kun bilan ishlayman desangiz, mana shu holatda siz ishlatishingiz mumkin. Keyin ko'radiganimiz cast. Bu ham o'sha mana bu matndan date time to, ya'ni mana bunaqa holatga keltirishni so'raymiz. Ishlatamiz, mana bu holatga keltirdi. O'zi bu holat edi. Date time 2, ya'ni o'sha SQL o'zi generatsiya qiladigan holatga o'tkazdik. Mana bularni 000 qilib berdi. Yana bitta cast ko'rib chiqamiz. Mana creation time'ni sana formatiga o'tkazib ber degandik. Xuddi mana tepadagidek, mana bu uzun formati bu formatga o'tkazib berdi. Shu orqali mana formatlashni ham qisqacha ko'rdik. To'liq tushunmasligingiz mumkin, lekin ko'proq amaliyotda ishlash orqali albatta o'rgansak bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz hisoblash funksiyalari. Bular juda ham ko'p kerak bo'ladi. Men o'zim ham o'rganish payti turli xil topshiriqlar shu asosda bo'ldi. Haligacha ishlatyapman. Shuning uchun yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Hisoblash sanaga nimanidir qo'shish, sanadan o'zaro farqlarni topishni ishlatamiz. Birinchi ko'radiganimiz date add degani bor, ya'ni qaysidir qiymatga, qaysidir oraliqda sanaga qo'shiladi. Xo'p, buni to'liq ishga tushiramiz va farqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, order id, order date ko'ryapmiz, ya'ni bu tablitsada bor. Unga aytyapmiz date add year, ya'ni yil qo'shaman, 2 yil qo'shaman. Order date ga 2 yil qo'shaman degan ma'noni berdik. Mana 2 yil qo'shib berdi. Date add ga months qo'shaman, ya'ni months ayiraman, 3 oyni ayiraman. Order date dagi joydan dedik, 3 oyni ayirib berdi. Order date ga date add ga kun qo'shaman, 10 kun deyapmiz. Order date dagi joyga 10 kun qo'shib berdi. Date add shunday ishlaydi. Buni ko'proq o'zingiz sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Farqlarini deydigan bo'lsak, date if degani bor. Ya'ni qismlarini yilmi, oymi, kunmi so'raymiz. Boshlang'ich sanani, tugash sanani aytamiz. Ikkala son oralig'ini ajratib beradi. Endi bizda employee degan tablitsamiz bor. O'shandan ajratadigan bo'lsak, employee ID ni so'rayapmiz. Birth date, ya'ni o'sha ishchini tug'ilgan oyi, yili, kuni bo'ladigan bo'lsa, unga quyidagi funksiyani ishlatyapmiz. Dated if deyapmiz, year, ya'ni yil hisobida hisoblab ber. Bizdan oxir mana boshlang'ich sanasi, tugash sanasi, ya'ni bundan buni ayirib ber deganday qilyapmiz. Ya'ni get date'imiz bugungi kunni olyapti. Mana 38. Bundan birth date'ni ayiryapti. Ya'ni 2026 dan 1988 ayirib yoshni chiqarib beryapti.
Yana bitta ko'radigan bo'lsak, bu ko'proq hayotda kerak bo'ladigan holat. Boya aytib o'tgandek, order date bizda qaysidir kuni buyurtma berilgan, yetkazib berilgan kuni necha kuni yetkazib berildi degan savol bo'lsa, dated if deymizda, day ya'ni kunlar hisobida chiqarib ber. Order date, ship date. Ship date'dan order date'ni ayirasan, shu chiqadi deyapmiz. Mana 5-kun, 5-yanvardan 1-yanvarni ayryapti, 4 kun yetkazib berdi degan xulosaga olib kelyapti. Bu ham juda ham ko'p kerak bo'ladigan funksiyalardan biri edi. Keyingi oxirgi ko'radigan funksiyamiz bu isDate. Bilmadim bu hali qachon kerak bo'ladi, o'rganib qo'yaveraylik. Keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Bu nima qiladi? Buni ham misolda yaxshiroq tushunib olamiz. IsDate bizga berilgan qiymat sana yoki sana emasligini tekshirishga yordam beradi. Demak, birinchi tekshiruvda qarang 0 beryapti, chunki 1, 2, 3imiz sana emas. 0 qaytaradi. Agar ijobiy bo'lsa, ya'ni biz bergan qiymat sana bo'lsa 1 qaytarib beradi. Ikkinchi tekshiruvimizni ko'radigan bo'lsak, mana bu sanami desak, yo'q deyapti. Chunki SQL boya aytganimizdek boshqacha formatda tushunadi. Buni sana sifatida tan olmadi. Tekshiruv 3da mana buni sanami desak, ha deyapti. Isdate 25 dedik, sanami desak, ha deyapti. Chunki bu yil hisoblanadi. Mana 08 dedik, sanami desak, yo'q deydi. Chunki bu oddiygina 08 bo'lishi mumkin degan xulosa sababli u bizga salbiy javob qaytardi. Demak, bugungi mavzu bo'yicha aytmoqchi bo'lganim shular. Bularni albatta amaliyotda ishlab ko'rish orqali yana ham yaxshiroq o'rganamiz. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Ko'proq amaliyotda mashq qilishimiz kerak. O'sha uy topshiriqlarini videosida havolada qoldiraman. Mana SQL faylni ham alohida tashlab qo'yaman, taqdimotni ham Telegram kanalimizda qoldiraman. Bemalol ko'rib, qayta o'rganishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, bemalol video ostida izohlarda Telegramdagi gruppamizga yozib qoldiring. Birgalikda kam kursini to'g'rilab o'rganamiz. Xudo xolasa mana shu kursni tugatish oxirrog'ida biror bir real loyiha qilib ko'rishga harakat qilamiz. O'sha orqali biz o'zimizga kerakli ilmlarni yana ham mustahkamlab olamiz. O'shaning uchun hech qanday xavotir olmang. Xudo xolasa birgalikda zo'r data sohasi mutaxassisi bo'lamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi video darslarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube'dagi, Telegramdagi kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang. Sog'-omonlikda ko'rishguncha.